Toshkentda piknik va dam olish uchun eng zo'r joylardan biri topildi. Gap shundaki, Toshkent viloyatida ko'pchilik hali bilib ulgurmagan haqiqiy yashirin joylardan biri topildi. Bu hudud oddiy dala emas, atrof to'liq tabiat, havosi toza, shovqindan yiroq va eng asosiysi ko'z ilg'amas darajada chiroyli mak gullari bilan qoplangan keng maydonlar sizni kutmoqda. Bu yerga borganingizda go'yo boshqa dunyoga tushgandek bo'lasiz. Shahar shovqini yo'q, mashinalar ovozi yo'q, faqatgina qushlar ovozi, yengil shamol va qizil maklarning to'lqindek tebranishi. Aynan shuning uchun bu joy piknik qilish, yaqinlaringiz bilan vaqt o'tkazish yoki shunchaki dam olish uchun ideal maskan hisoblanadi. Eng qiziq tomoni, bu joy hali ommaga keng tarqalmagan. Odamlar deyarli kelmaydi. Ya'ni siz bemalol hech kim xalaqit bermasdan dam olishingiz mumkin. Suratga tushish va kontent olish uchun ham juda qulay joy. Manzil Shampan Sanganak hududida joylashgan. Bu lokatsiyani saqlab qo'ying. Keyin topish qiyin bo'lishi mumkin. Yo'l uzoq emas, taxminan 1,5 soatda yetib borasiz. Bu esa bir kunlik sayohat uchun juda qulay variant. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga, ayniqsa piknikka birga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga borib qo'yishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.